Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Sog'lik charchami? Rahmat. Keling. O'tkazlar telefonchi akaga tentak ideya bergan ekansiz-da. Shu menga ham ideya kerak bo'lyapti. Xo'sh, nima yo'nalish sizniki? Avtotuning shu mashina sohasidagi yo'nalishlar. Avtotuningmi, avtosalonmi? Avtosalonlar, uzr. O'z yo'nalishingizni o'zingiz bilmaysiz, to'g'ri qildim, adashasiz ekanda. Telefonchidan eshitdim deng, shunday qilib. Shunday. U avtosalon bo'ladigan bo'lsa, aka sizning yo'nalishingiz bor-ku, telefonchi bilan deyarli bir xil, faqat siz ochkida emas aka, o'yinda ochkida krupni bilan oladi-ku. Siz общий bilan olasiz. Lekin to'lkalar o'sha bo'ladi aka. Parametrlar o'zgarmaydi. Shu bo'ydan polni qilib videoga olasiz aka, imkon qadar kaltak yig'izasiz siz ham unga ham. Shu orqasiga ozgina mashinangiz ko'rinib tursa bo'ldi. Tushundingizmi? Qanday u mashina-ku, Fox mashina bo'lish kerak emasmi? Yo'q, siz aka Fox qilmang. Menga qarang. Siz aytganini qiling aka. Mashin nomiga ko'rsa bo'ldi. U Foxga hech kim mashinga qaramaydi. Barmi hammani xayoli qizda bo'ladi. Polni rekti yuradi videolaringiz. Faqat bitta maslahatcha, shu buni kommentini o'chirib qo'yasiz aka. Kommentchasini o'chirib qo'yasiz, chunki u bir xillar baribir yozadi-da, chunki flostishini qilyapsiz-ku siz hozir. Seni ham sening bormi, opang bormi, onangni olib chiqmaysanmi, opangni olib chiqmaysanmi deb aytish mumkin negativlar. Aka siz tupuring hammasiga. Bosavering. Endi naryoqda endi ko'prik chetdan o'tishda ozgina qiynalasiz. Lekin bu yoqda ishcha zo'r bo'ladi. Siz meni tushunyapsiz-a? Xayol chalatmang. Bosing. Faqat yo'lka mashina unaqa glavna ahamiyatga ega emas. Faqat qizlar olib chiqasiz, hammasi cho'tki bo'ladi. Sog'lik, salomatlik. Men vaqtim sal kamroq ekan.